Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi kun masalasi ismini ko'rib chiqamiz. DNKda adenin sitozin guaninlar yig'indisi timinlar sonidan 3,5 barobar ko'p, jami odat bog'lar soni esa 690. Savolda pirimidinlar, amino kislotalardagi peptid bog'lar va fosfatdifil bog'lar soni so'ralgan. Avval DNK chizib olamiz. Bilamizki, adenin va timin X, guanin va sitozin Y deb belgilab olamiz. Ular o'rtasidagi vodorod bog' bu yerda 2X, guanin sitozin o'rtasidagi vodorod bog' bu yerda 3Y bo'ladi. Demek, savolda berilgan adenin, ya'ni X, sitozin va guaninlar yig'indisi, ya'ni 2Y, timinga nisbati, ya'ni Xga nisbati 3,5 barobar ko'p. Bu yerda vodorod bog'lar yig'indisi berilgan 640. Demak, tenglama chizib olamiz. Vodorod bog'lar adenin timindagi va guanin sitozindagi jami 690. Bu yerda ikki nomli sistema vujudga keladi. Demak, bu yerda X ishlaydigan bo'lsak 120, Y'imiz 150 ta chiqadi. DNKni qaytadan chizib olamiz. Demak, X 120 chiqdi bizda. Demak, adenin timinlar 120 tadan, guanin sitozinlar bo'lsa 150 tadan bo'ladi. Savolda 33-savolda pirimidin azot asoslari soni so'ralgan. Bilamizki, pirimidinlarga timin va sitozinlar kiradi. Bularni yig'indisi qo'shadigan bo'lsak 270. Demak, 33-savolga 270 A javob. 34-savolda oksil tarkibidagi amino kislotalarni bog'lab turadigan peptid bog'lar soni kerak. Oksilga o'tadigan bo'lsak, DNKni bir yon zanjirdagi nukleotidlar 3 ga bo'linadi. Bu yerda 90 amino kislota, amino kislotadan bittadan ayiradigan bo'lsak, peptid bog'lar soni beradi. Demak, 89 ta peptid bog'. 34-savolga C javob. Oxirgi 35 ta fosfatdifil bog'lar soni so'ralgan. Demak, DNKdagi jami nukleotidlar bu yerda 300, 540. Jami nukleotiddan 2 ta ayiradigan bo'lsak, jami fosfatdifil bog'lar sonini beradi. Demak, 35-savolga D javob.